Assalomu alaykum hammaga. Bugungi mashinamiz Gentra avtomat, o'sha legendarniy Gentra. Buni nuqsoni korobka tepar ekan. Probegga tahmat beringlar. 624 ming yurgan mashina. Mashina benzinda. Buni diagnostika qildik. Hozir buni programma qilamiz. Programma qilishdan oldin birinchi programmasini o'qib, o'zini turgan programmasini o'qib, tekshirib chiqamiz. O'zimiz programma yozib tashlamaymiz mashinaga. Kamchiliklari bo'lsa, kamchiliklarini to'g'rilab keyin qilib beramiz. Bunda ham kamchiliklari bormi mashinada? Hozir motor korobka bo'ladi, programma. Tepishlar yoqiladi, yurish dinamikalari zo'r bo'ladi, mashina yengil bo'ladi. Xudo xolasa idealniy bo'ladi. Sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar.